Assalamu alaykum hurmatli haqiqatni izləyicilər. Fikran biri kanalımıza xoş gəldinglər. Bugünkü leksiyamizni başlashdan burun kanalımıza abone bolğan və qimmatli inkaslarını yazıb qaldırğan barlıq qarindoshlarımızga rahmatimizni aytib olishni to'g'ri ko'rdik. Sizlarning qo'llashinglar bilan biz texnik müsbətlik mazmunlarını tayyorlab sunishga tirishimiz. Bundaq bo'lsa, bugungi leksiyamizni boshlab ketaylik. Aldınqı əsrinin 90-cı yıllarının o'ttirlarida San Fransiskodagi bir mehmonxonada George Bush, Margaret Thatcher, Bill Gates qatorliqlarning ishtirok qilishida dunyoning har qaysi joylaridan kelgan 500 dan ortiq iqtisodiy va siyosiy sohadagi sarxillar bilan bir yig'in o'rinlashtirildi. Bu yig'inda Amerikaning sobiq davlat bexatarlik maslahatchisi va strategiyachisi Brzezinski yer sharlashish qadamining tezlashib berishi, avtomatik ishlab chiqarishning borgan sari mukammallashishi va keng ko'lamda ishlatilishi natijasida dunyo nufusining ko'p qismi mahsulot va mulozimat ishlab chiqarishiga aktiv qatnasha olmaydiganligi uchun siz qoladi. Buninglik bilan ko'p qism boyliqlar nüfusning 20%ni tashkil qilgan sarxillar tarafidan kontrol qilinib, qolgan 80% insonlar bo'lsa, bargan sari chalki qilib, to'van kirim bilan turmushini davomlashtirdi. Bu 80% chalki qildigan kishilarning boyliq taqsimlashdagi tampongsizlikqa bo'lgan norozilikdan kelib chiqadigan sinfiy to'qinishdan saqlanish uchun norozilikni tuvaltadigan va ozroqla manfaatni qanoat hosil qilib, ortiqchalarga kori bo'lmaydigan bir ko'ngil ichish va xumor qilish ekologiyasini, ya'ni so'skidan birini hazırlashimiz kerak deb turib, bugungi leksiyamizning temasi bo'lgan xo'shallik so'skisi nazariyasini o'tirib qo'ygan. Qarab baxsaq, bu yig'inning ochilgan vaqti 95-yili bo'lib, ardın 26 yil o'tib ketgan bugungi kunda o'zimiz va farzandlarimizni naq bu nazariyaning qaynimining ichida turganligini ko'ryapmiz. Buning tipik misollaridan misolga olsak, TikTok, ya'ni Xitoycha Douyin va Instagramga o'xshash appning loyihalash aloyligi va har bir davlatdagi algoritmisining ishlash usulidan biz bu applarning dastlab yasalish fikrining o'ttirg'a qo'yilishidan tortib, loyihalanib ishlatuvchilarga sunilg'ichi bo'lgan jarayonda psixologlar, iqtisodshunoslar, jamiyatshunoslar va hatto istixborotning qatnashganligini bilishimiz kerak. Chunki biz haqsiz ishlatgan applarning bozorga selinishi bilan ishlatuvchilarning sonliq ma'lumotlari to'planishga boshlaydi. Bu to'plangan uchur va sonliq ma'lumotlar orqali yasagan shirkat o'zining pulini topsa, istixborot shu kollektivni texmo yaxshi kontrol qilish uchun shu to'plangan sonliq ma'lumotlarga asosan planni tuzib ma'ludi. Biz bu xil applarga raqamlik uyushtiruvchi va digital appyon deb ism qo'ysak hargiz mubolag'a qilib aytgan bo'lmaymiz. Chunki bular osonlik xumor qiladi, vaqtimizni oladi va mengimizni uyushtirib, cho'nqur tafakkur qilish va savol qo'yish iqtidorimizni yo'q qiladi. Kunlik hayotimizdagi bizning parcha-purat vaqtimizni tamoman egallab bo'lgan bu 15 sekundlik qisqa videolar va kalta uchurlarni barmoqlarimiz bilan to'xtamay ustiga surgan vaqtimizda mengimiz dopamin hormoni qo'yib berib, bizni vaqtliq masxush qiladi va xushal qiladi. Bir kun ichida bo'sh vaqtimiz bo'lsa, ekranga qarashga qanchalik ko'nganligimizga, eng muhimi farzandlarimizning qanchalik ko'nganligiga bir diqqat qilib boqaylik. Burunqi vaqtlarimizni o'ylab baqsaq, parcha-purat vaqtlarda hech bo'lmasa mengimiz aram oladi. Bir narsalarni o'ylaydiganga fursat beradi. Hozir bo'lsa, vaqtimiz bo'lsa, nima ko'rishim kerak demayla, algoritma nimani bizning oldimizga chiqarib bersa, shuning bilan mengimizni to'shqizib mengayapmiz. Bu xil to'shib ketgan mengidan qanchalik cho'nqur va sog'lom fikrning chiqadiganligini bir o'ylab boqaylik. Osonla ekran orqali haqsiz erishgan bu video va uchurlarning keyindagi falsafasini bu bir jumla so'zdan ozroq bila olishimiz mumkin. Agar bir mahsulot uchun pul to'lamagan bo'lsangiz, o chaqda mahsulot siz bo'lasiz. Biz qanday qilib mahsulot bo'lib qoldik deganni yuzaki tushuntirib o'tsak, avval abona soniga qarab ishlatuvchilarning sonliq ma'lumotlari yig'iladi. Yeshi, jinsi, qiziqishi, kasbi, iqtisodiy kuchi va yashaydigan yeri qatorliqlar. Bu uchurlarga asosan ishlatuvchilarga, ya'ni biz bilan sizga o'tkir nishonliq e'lonlarni sunishga boshlaydi. Bu yerda amaliyotda bizning diqqatimiz va vaqtimiz setiladi. Sapsat uchurlar yoki cho'lponlarning satchiligi degandek uchurlarga o'lishib ko'radigan ishlatuvchilar qancha ko'p bo'lsa, u yerning e'loni shuncha yuqori bahoda setiladi. Ko'p odam to'plash uchun biz har kuni degidek aqlimiz yetmaydigan xabarlarni telefonning kamerasi orqali hang-tang qiladigan qiliqlarni qilsimi, benormallik his qilmaydigan videolarni ko'ryapmiz va ko'rilish qitim sonining necha 10 million bo'lib ketganligiga shohid bo'lyapmiz.
biz bu sistemaga nazorat kapitalizmi deb ism qo'ydik. Bu sistemada ham bizning diqqatimizning qayerda ekanligini bilish orqali diqqatimiz mahsulot qilib setilayotgan bo'lsa, ham istixborotga o'zimizning butun uchurlarini o'zligimizdan ta'minlab beryapmiz. Digital apyon qismiga qaytib kelsak, insonning tabiatidagi ojizlikni tutib turib tadqiq qilinib yasab chiqilgan bu applarning oldida xili o'ziga ishonganlarmi ba'zida taqabul turib bo'lolmaydiganligidan farzandlarimizga qanchalik tez to'xtaydiganligini cho'qim astoydillik bilan his qilib yiqishimiz kerak. Bugunning taraqqiyotiga qarab baqsak, internet magnatlari insonlarning xumor bo'lish mexanizmini tadqiq qilib voyaga yetkazayotganligini ko'ra olamiz. Psixologlarning tadqiq qilish natijasida insonlarning zehnini ko'ndirgili bo'ladiganligini bayqagan. Agar kichkidan boshlabla 15 sekundlik qisqa videolarni ko'rib odatlansa, zehnining tafakkur iqtidorini jigilab mangdiganligini, uzun va bog'lanishliq mazmunlarni ko'p ko'rib bersa, zehnining taraqqiy qilib tafakkurining cho'nqurlab mangdiganligini isbotlagan. Xo'shallik so'zkisi bir-biri bilan munosabati bo'lmagan chichlang'un nervlar to'rini shakllantirib, cho'nqur o'ylanish va bog'lash iqtidorining zo'r darajada tuvanlashini keltirib chiqargan. Mayli maktabdagi o'rganish bo'lsin yoki kasb o'rganishi bo'lsin, o'rganishning jarayoniga qarab baqsak, vaqt, tirishchanlik va izchillik talab qildi. Bu jarayon nurg'un rahatlikdan voz kechib turib, qurbonliklarni berib, mengni zo'rlash orqali andin mamnuniyat, xo'shallik va hayajon tuyg'usidan keyin mengidan dopamin hormoni qo'yib berilgan bo'lsa, xo'shallik so'zkisi bu jarayonlarni oddiylashtiribla bir ekran, bir internet va digital apyonlar bilan barmoqni ustiga to'xtamay surish orqali dopamin hormoniga erishib, muhim bo'lgan o'rganish iqtidorimizning chekinib ketayotganligi bilan yuzlashyapmiz. Internetga bog'lanadigan bir telefon bilanla biz yolg'izlikdan ansirmaymiz. Bir telefon bilanla biz tirnoq ichida jahil qilishdan ansirmaymiz. Bir telefon bilanla biz o'zimizni kuchli his qilamiz. Bir telefon bilanla biz tirnoq ichidagi erkinlikdan qang'ucha huzurlanayotgandek his qilamiz. Yana bir telefon bilanla biz munosabat to'rimiz ichidagi bir cho'lpon qaynay olamiz. Bu deganlarimni belgilik yoshning ustidagilar his qilib bo'lolmasligimiz mumkin. Lekin bularni his qiladigan va qilmoqchi bo'layotganlar dal bizning farzandlarimiz. Bu texnikalar, bu applarning obyektimi 2000 dan keyin tug'ilganlarni asos qilib turib to'xtamay yangilanmoqda. Hozirgi yoshlarni xuddi butun uchurlarga sahibdek, hammani bildigandek, o'zi xolisla har qanday narsani o'rgana oladigandak ham xiyolga ko'ndirib, vaqti bilan zehnini bilindirmay o'g'irlab, natijada qisqa video va axlat uchurlarga ko'mib, kundan kunga xunuklashib berayotganligini sezmasalga akilib qo'yibotdi. Biz xo'shallik so'zkisining ta'sirida haqiqatni egalladik va xo'shallikqa erishdik deb o'ylaymiz. Amaliyotda biz faqat hissiyotni, aqloniylik, uchurni bilim, bir taraflama qarashni fikr deb qaraydigan bo'lib qolyapmiz. Bizdagi tirnoq ichidagi ustunlik tuyg'usi, erkinlik tuyg'usi, dunyo bilan bog'lanish tuyg'usining aslida algoritma tarafidan har birimiz uchun ayrim sunilgan va loyihalangan intayin tor doiradagi yiltizi yo'q tuyg'ular ekanligini cho'qim yaxshi bilib olishimiz kerak. Bu yerdagi algoritma degan hukmni zag'ir til bo'yicha tushundirsak, hisoblash usuli degan ma'noda bo'lib, bizning internetdagi har bir ish harakatimizdan yig'ilgan sonli ma'lumotlarni sun'iy idrok o'zining kuchli algoritmasi, ya'ni hisoblashi orqali biz to'g'riliq bir tunish hosil qilib, shuningga asosan bizga yakun chiqaradigan bir jarayon deb tushunsak bo'ladi. Tuvandagi 3 misol orqali tushundirsak, texmi yaxshi tushuna olamiz. Birinchi misol kasaldan oldin signal berish. Buningda necha yillar burun Janubiy Afrikaning bir rayonida o'tkir xarakterlik bezgak kasali tarqalganda, eng avval Google'ning algoritmasi hisoblab, sistemida signal berib, shu yerdagi yerlik hukumatga xabar qilgan. Qanday bilgan desa, Google'ning izlash motoriga bezgak kasalining alomati, qanday davolash deganga o'xshash savollar qisqa vaqtning ichida izlangan va izlash qitim soni qisqa vaqtda tuyuqsiz tiksiziq o'rlab ketgan. Bu chaqda Google algoritmasi buni shu yerda kasal tarqaldi deb hisoblab chiqqan va Google shirkati yerlik hukumatga xabar bergan. Shu liniya bo'yicha bu internet magnatlarining qanday bir kuchga sahib ekanligini bir o'ylab boqayli. Ikkinchi misol baho farqi. Biz odatda mehmonxona zakaz qilish uchun yoki narsa kerak sotib uchun telefondan baho izlagan vaqtimizda ishlatgan telefonlarimizning qimmat arzonligiga qarata o'xshash mahsulot yoki o'xshash mehmonxonaning bizga ko'riladigan bahosi o'xshamaydi. Qimmat telefonlarga sunilgan baho yuqori bo'ladi. Arzon telefonlarga bo'lsa tuvan baho suniladi. Dunyoda ba'zi davlatlarda torda savdo qilish va pul xashlash odati bo'yicha taklif baho sunish algoritmasini tijoratda ishlatmaslik to'g'riliq qonunlar chiqishga boshlagan.
Üçüncü misal bo'lsa, qizining hamile qilishi. Amerikada bir dada o'zining 16 yoshga kirgan qizining telefoniga homiylarning mahsulotlarini e'lon qilib avatgan to'r bekatni arz qilib borganda, ular algoritmisi yiqqan sonliq ma'lumotlarni tekshirib, xatolik yo'q deb javob bergan va dadasi ochiqidan portlab ketay deb ularni arz qilaman deganda, qizi o'zining rost homila qolganligini dadasiga aytgan. Bu yerda algoritma qizning homiylik to'g'riliq kirgizgan savollari va ko'rgan mazmunlariga asosan u qizni homila ekan deb hisoblab chiqib, dadasidan burun qizning homila qolganligini bilgan. Albatta yana nurg'un misollarni olaydik. Mazmunni uzartmaslik uchun qiziquvchilar bo'lsa, o'zlari izinib baxsin deb bu 3 misolni sunib turdik. Algoritma buningdan keyingi hayotimizda texnik ko'p sohalarga kirishga va qo'llanishga boshlaydi. Shuning uchun ko'proq izinib tushunib qo'yishinglarni tavsiya qilamiz. Xo'shallik so'skisi nazariyasini yurgizib kelayotgan hokimiyat sinipining avval o'ylaydig'ini, qanday qilib o'zining hukmronligini davom qildirish va qanday qilib texnik huquqni va kuchni markazlashtirish, qanday qilib qo'lidagi imkoniyat bilan eng cho'ng manfaatga erishish. Shuning uchun ular 80% kollektivning norozilikdan tashkillanib o'zlariga jang e'lon qilishdan, o'zlarini o'rib tashlashdan ansiraydi. Sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, yoshlarning siyosiy parvosizligi ilgarikiga qaraganda ko'p eshib ketgan. Ularning siyosiy faoliyatlarga qatnashishni rad qilishi ularning jamiyatda so'zlash huquqidan voz kechganligini ko'rsatib berdi. Siyosatni uzun muddat uzib qilish ijtimoiy demokratiyaning unumiga bulg'unchilik qiladi. Biz keyingi leksiyalarimizda haqiqiy demokratiya faqat uyg'oq bo'lgan kollektivga tava bo'lganligi to'g'riliq azroq siyosatga kirib o'tamiz. Siyosatning gapi chiqqan ekan, shu bir jumla so'zni aslatib o'tishni to'g'ri ko'rdik. Siyosatga ko'ngil bo'lmaydigan musulmonlar, musulmonlarga ko'ngil bo'lmaydigan siyosatchilar tarafidan boshqarildi. Shuning uchun haq huquqimizni qanday qo'g'dishimiz to'g'riliq va ko'p sonliqlarning diktatorisi deb kelayotgan demokratiya to'g'riliq yaqin kelgusida bir leksiya tayyorlashga tirishimiz. Hozirgi taraqqiyot bo'yicha kelgusiga nazar solsak, agar yangi avlodlar yana davomli uyushtirilib ketaversa, sinf borgan sari mustahkamlanishga boshlaydi. Bu degan gap tuvan qatlam sinfdagilarning ustiga chiqishi borgan sari tashlashib ketadi. Asosiy qatlamdagi yoshlarning o'sib yetilish bo'shliqi borgan sari kichiklab boradi. Boylar texmi boy, sarxillar texmi sarxil, kambag'allar texmi kambag'al bo'lib ketishga qarab ketyotidi. 21-asr to'proq va zamin besivilishdan ko'proq zehnni besivilishga ketib bordi. Bu besivilish obyekti ko'proq 2000 dan keyin tug'ilganlar bo'lib, ularning ma'naviyati texi kuchlanmagan, psixikalari va dunyo qarashlari texi shakllanib bo'lolmagan, hormonlari o'rkashlab turadigan mezgillarni beshdan kechirayotgan bo'lg'ach, havas va qiziqish ularning aqlini besib ketgan bo'ladi. Bu jarayonda ularga bu raqamlik apyonlarning ta'siri bizga qaraganda natijasi kuchli bo'ladi. Shuning uchun farzandlarimizni ota-onalar cho'qim ilmiy usullar bilan qo'g'dab, ular universal jihatdan sog'lom taraqqiy qilib olguncha savrchanlik bilan yo'l ko'rsatib mengishimiz kerak. Albatta, yo'lni to'g'ri ko'rsatish uchun avval ota-onalardan qaysi yo'lni ko'rsatishni bilishi talab qilindi. Bu leksiyamizda erkinlik va internetning kelajagi degan bu kitobni tavsiya qilamiz. Yozuvchisi haqida tunishtirish qilmadik. Faqat bu yozuvchining nurg'un maxfiyatliklarni oshkorlayotganlik sababli tutilib, erkinligidan ilinganligi va hozirgacha texi qo'yib berilmaganligini qistirib o'tmoqchi. Balkim patiqini qo'yib berilishi mumkin. Chunki dunyo xarakterlik bir uyg'unish harakati ilib berilyotdi. Tavsiya kitobimiz mazmun jihatdan tunji bu sohaga kirganlar uchun sal eg'ir kelishi mumkin. Biroq bir qancha qatim o'qib qo'yishga haqiqatan arziydi. Kitobda paketlik, sonliq ma'lumotli uchurlar bir qadar ko'p o'rin olgan. Neil Postmanning O'lgicha ko'ngil etish kitobida mundaq degan: o'qish aqliy tafakkurni yetildirdi. Sinliq suratlar hissiy tafakkurni. Ekranlardagi rasmlik videolar o'qishning o'rnini oldi. Bu hissiy tafakkurning aqliy tafakkurning o'rnini olganligini bildirdi. Bu yozuvchining nurg'un yaxshi kitoblari bor. Izlanguchilarga tavsiya qilamiz. Leksiya oxirida shuni ta'kidlab qo'yishni to'g'ri ko'rdik. Biz bir qancha leksiyalarimiz orqali medianing va internetning taraqqiyotining shaytoniy aqllar tarafidan ishlatilayotgan tarafini sizlarga sundik. Buninglik bilan internetdan, texnikadan yiroq turayli demoqchi emas. Bu xuddi pichoq qotilning qo'lida odam o'ldirishga ishlatilsa, doktorning qo'lida odamning jinnini qutuldirishga ishlatilgandek, masala pichoqda emas, pichoqning kimning qo'lida ekanligida.
xuddi biz o'xshatgan digital apyon deb olgan apyon gulidanmi yana nurg'un og'riqlarni pasaytiradigan dorilar, operatsiya uchun narkozlar va boshqa foydali bo'lgan narsalar yasalgandek bu digital dunyodagi mazmunlar bo'lsin yoki applar bo'lsin bizning qanday tanlab nimaga ishlatishimizga bog'liq. Biz keyingi leksiyalarimizda sotsial media, internet, texnika qatorliqlarning musbat taraflarini ko'pchilikka sunishga tirishamiz. Bugungi leksiyadagi xushalliq so'skisi nazariyasi to'g'riliq ozroq tushunchaga ega bo'lgan vaqtimizda andin so'skini farq etib cho'rib tashlay olamiz. Bizning qo'limizdan keldig'ini faqat bir no'qib qo'yish, o'zimizni va ko'pchilikni. Bu bir no'qishimizni va ajrimizni Allohning go'zal amallar o'rnida qabul qilib, go'zal bir oxiratni nasib qilsin degan duo bilan bugungi leksiyamizni oxirlashtiraylik. Hammalarga rahmat, Allohga omonat bo'linglar.